loyihasi bu ma'rifat karvoni. Bu ziyolilar uchun qanchalik muhim muloqot platformasiga aylana oldi? Rahmat, o'rinli savol. Bahora bilasizmi? Ma'rifat karvoni aynan mega loyihasi o'ziga xosligi bilan ajraldi. Birinchidan biz viloyatlarga borgan paytda qatlam bor, ziyolilar qatlam bilan bo'lgandan keyin unga o'ziga yarasha daraja bilan bilim saviya nuqtai nazaridan ma'lumot berish nuqtai nazaridan albatta o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak. Shuning uchun u yerga tashrif buyurgan, borgan barcha olimlar, o'qituvchilarda xuddi shu holat bo'ldi, o'ziga nisbatan mas'uliyat bilan qarab bu ish amalga oshirildi. Keyin ushbu mega loyiha doirasida o'tkazilgan tadbirlarni 4 xil ko'rinishda ko'ramiz. O'tirsinmi? Birinchi ma'rifat karvoni. Kimni ta'kid temada gapirishsiz bo'ladi. Millimetr o'zingizdan o'raymi? Bundaymi? Bu ko'payib ketdi, sal qaytsin. Bo'ldi. Endi-chi. Bo'ldi, sal. Ma'rifat karvoni mega loyihasidan ko'zlangan maqsad xalqning kayfiyatini ko'tarish va ayni paytda unga bilim berish nuqtai nazaridan. Bu loyihani ziyolilar bilan bog'liq jihati o'ziga xos shaklda olib borildi. Konferensiya usuli bo'ldi, seminarlar bo'ldi, ijodiy uchrashuvlar bo'ldi, kitob taqdimotlari tarzida bo'ldi. Hammasidan ko'zlangan maqsad ziyolilar bir-birini chuqurroq anglaydi, biladi, maqsadni biladi. Mana misol uchun tarkibimizda yuristlar bor, huquqshunoslar bor, pedagoglar bor, psixologlar bor, olimlar bor, san'atshunoslar bor. Bularning hammasi bir-biri bilan bog'langan holda ziyolilarni birlashtirish, muayyan maqsad sari intilish nuqtai nazaridan ma'rifat karvoni mega loyihasi alohida ahamiyat kasb etdi. Uchrashuvlarda biz ko'p narsani bilib anglaganimiz bo'ldi. Mana kitob taqdimoti bilan bog'liqda ommaviy kitobxonlik bilan bog'liq. Davlatimiz rahbari tomonidan olib borgan ommaviy kitobxonlik madaniyati, kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatishni rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish to'g'risidagi tarixiy hujjatni o'ziga xos ommalashtirish ham bo'ldi. O'sha paytda uchrashuvlarda savolga javob berish nuqtai nazaridan, o'zini bilimini namoyish etish nuqtai nazaridan yoshlar orasida o'tkazdik. Eng muhimi vatanparvarlik tuyg'usini, bugungi kunda ma'naviy immunitetsiz jamiyatni taraqqiyot ravnaqini tasavvur etish mumkin emas. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibmiz-ku, qanaqa ahvollar bo'lyapti mana. O'sha o'z vaqtida ma'naviy immunitet berilmaganligi, ularga yetkazilmaganligi bunga sabab qilib ko'rsatamiz. Shuning uchun ma'rifat karvoni turli viloyatlarda mana Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lgan paytimizda o'zimiz ham zavq oldik va yangi rejalarni belgiladik. Va ayni paytda mana shu birgalikda qilingan harakat juda katta samara berishini bildik. Va davlatimiz rahbarini ma'naviyat barcha sohalardan 10 qadam oldinda yurish kerak. U yetakchi kuchga aylanish kerak degan fikrlarga, degan mazmundagi fikrlarga monand holda biz bu jarayonni birgalikda amalga oshirdik va bu yaxshi natijalar berdi. Bugungi kunda davlatimiz rahbari rahnamoligida olib borgan siyosat va islohotlarning mazmun mohiyatini anglashimiz va anglatishimiz kerak. Ana shu nuqtai nazardan ma'naviyat va ma'rifat markazi bu vazifani to'la ijro eta oldi desam aslo xato bo'lmaydi. Ya'ni nima qildi ziyolilarni? Ziyolilarni birlashtirdi. Ularni muayyan maqsad sari intiltirishda muhim rol o'ynadi va bu jarayonni olqishlash kerak. Ayniqsa islom sivilizatsiyasi markazi bilan birgalikdagi bu loyihalarda eng qiziq tomoni biz uchrashuvlarda diniy ulamolar bilan, olimlar bilan, o'qituvchilar bilan uchrashuv bo'ldi. Har birini o'ziga xos mutaxassislar borib, ular bilan muloqotda bo'ldi va biz yetkazdik va ko'p narsani o'zimiz ham o'rgandik. Mana shunday jarayonda bir narsani o'qitdikki, demak o'rgatib turib o'rganish muhim ekan. Ana shuning uchun bu jarayonda ana shu birgalikdagi harakat, maqsadni aniq belgilash va unga sari intilish zarur va bu xususiyat ularda ham aks etdi. Mana har qanday diniy ulamo u
hajga borib keladimi yoki boshqami, u avvalambor ma'naviyat targ'ibotchisi bo'lish kerak degan davlatimiz rahbarining da'vatini biz to'la ma'noda shu yerlarda amalga oshirdik va uchrashuvlar bo'ldi. Bunga esa shu sohaga yaqin bo'lgan mutasaddilar borishdi, olimlar uchrashuvlarni tashkil qilishdi.